Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari akalar. Bugungi ajoyib bir lifehack, ya'ni baksiri arzonchi bir haqiqiy Namangan viloyat Namangan tumani Tepaqo'rg'onda bir arzonchi akamizni qo'rasida o'zlari mehr berib bahya turgan qo'yiladi. Baksirlarni ochiq oyda aytib yuboradilar Azbek aka. Sensiz, yaxshisiz? Rahmat. Sensiz. Bugungi baksirlariga Nechta boqilyapti bu aka? 25 ta. 25 ta sovliq. Ha, sog'liq, hammasi Tojikistondan o'tgan. Tojikistondan kelgan. Tozoq sari, bo'g'oz sog'liq. Bo'g'oz sog'liq. O'zi tayyor bo'libdi, ko'p sevaraman. Qo'ylarda xohlasa. Kichkina ham qo'ymas ular. Ha, katta, bo'ylari 90, 85, eng kichkinasi kattasi 90, 90 kilo aralashdi endi bular. Ha. Bular endi mirza bo'ladi. Qachondan bir boqyapsiz endi? Bularga rasman 2 oy bo'lgan yo'q. Rasman 2 oy bo'lgan. Rasman 2 oy bo'lgan yo'q. Lekin 1,5 oydan o'tdi. Tayyor bo'lib qoldi o'sha pashta. Pashta yer oldu. Bo'g'ozda olganimizda endi tug'ishga yaqinlab qolgani uchun ular xohlasa sotuvga chiqaryapmiz endi bularni. Sotaverasiz ham oladigan odam bo'lsa mana akalar. Sotilaveradi. Hammasi bo'g'oz. Primerni buni bir kunda necha puldan yedi bular? Primerini har bittasi kuniga 15 ming so'mdanga to'g'ri keladi. 15 mingdan. 15 mingdan to'g'ri keladi. Ha. Nimaiki endi qo'yga yegan yemini biz hisoblab bermaymiz birinchidan. Bunga yegan yemini hisoblab bersangiz tovuq ham foyda qilmaydi aslini olganda. Shunaqa. Misol, tovuq ham misol bir kunda 1 kilo don yesa ham 3,5 mingta tuxumlamaydi o'zi aslida. Shunaqa. Ha, shu asl nimasi yo'q. Lekin bular shu kuniga 15 mingga to'g'ri keladi. Makka, bug'doy, arpa beramiz. Makka, bug'doy, arpa. Makka bilan bug'doy qaynatilganmi yo quruqchi? Quruq. Quruq beraverasiz. Hammada har xil, sizda quruq. Bizda quruq edi, pastdan. Endi Silos nechma hal edi? Silos ekma hal edi. Yemni ham ekma Ha, hal. silos to'g'daramiz, ustiga yemni beramiz. Ustidan yemni berasiz. Arpa, bug'doy. Arzon usulda bu ham. Ha, yine biz haliga butunicha bermaymiz. Makkani ham, arpani ham, bug'doyni ham hammasi dirabilkada o'tgan. Maydalar chiqariladi. Ha, misol pishirib bergan bilan sharoitga qarab-da. Ha, pishirib bergan bilan semirishi bir xil. Prosta tak, buni tagi bor mana, quruq turaveradi. Quruq berilgan. Ayniqsa mana shahar joydagilarga juda asqatadi. Rosa, haliga endi har kimda har xil sharoiti. Bir kishida gaz bor, misol menikida gaz bor. Ha. Prosta men shu rejimga o'rganganman. Men 3 yildan mana shu holatda qo'yib boqamiz. Shu rejimga o'rgangansiz. Bu xudo xolasa uyaltirgan yo'q. Uyaltirgan. Hammasini Silos. Ular ham arzon usulda o'zi. Ha, silos ham arzon. Ikki mahali edi. Quruq xashak bermaymiz. Ha. Quruq xashak umuman olmaymiz ham, quruq xashak bermaymiz. Mana oldida silos ertalab beramiz. Siloslar ortda yotadi. 25 ta qo'yib 40 kilo silos tashlaymiz. 40 kilo silos tashlaymiz. Ertalab 40 kilo, kechqurun 40 kilo. Ha. Hech ketmaydi. Arzon usulda bu. Maza qilib boqaman deganlarga. Har kimda sharoit har xil. Bir kishini hashakka puli bor, bir kishini hashakka puli yo'q. Shunaqa. O'shani hisobiga xolos bu. Ha. Endi qo'yni olishda ham misol qanaqa qo'y olib boqishda ham foyda qilaveradi. Endi biz buni Tojikistondan o'tgan qo'y olganmiz. Ha. Bular 4 tish, kattasi 6 tish qo'ylar. O'zi qo'ylar, qarang, vaqt bo'ladi, siyimadi. Hammasi to'lib bo'ldi. Kelganda oriq-oriq qo'ylar edi. Hammasi qarang. Bularni oldi 1 oyga bormay tug'ishni boshlaydi. 1 oyga borib. Ha. Ikki tomonlama foyda qilaveradi. Bu etiga ham har tarafdan o'tda, bo'g'oz qo'y baqsa, to'g'rimi? Biz buni sog'liqda 2 oy boqamiz, rosa turadi. Qo'shqorda 4 oygacha boqilamiz. Lekin undan ko'p boqmaymiz. Siz nazaringizda qaysi biri foyda yaxshi qiladi? Ikkalasi ham foydasi bir xil ekan. Nima? Foydasi bir xil. Rejimni o'tkazdik, misol 2 oy sog'liqda boqasiz, 4 oy qo'chqorda boqasiz. 3 yil ba'zi birlar endi haligi 6 oy, 7 oy qo'chqor boqishadi-da. Misol sog'liqda ham telefon qilishadi, o'zim sog'lig'im bilan shug'ullanaman. Yemga tayyor, endi yashiga yetib qolgan sog'liqlar bilan shug'ullanamiz. Misol biz 4 oy baqdik, 5 oy baqdik, semirmaymiz. Prosta baqishga bor-da. Ha. Baqishda bor. Ya'ni qo'y ekan deb ko'chada 4 toshni og'ayni ichida katta ketib yuravermaslik kerak-da, qo'yga ham sal mehr berish. Qarash kerak. Qo'y o'zingizga ham buni kaft pul ko'radi-da. Qo'yga qaramasangiz kaft pul ko'rmaydi. Mana qo'ylar ko'rib turibsiz, misol 2 oy bo'lgani yo'q-da. 2 oy bo'lgani yo'q. 2 oy bo'lgani yo'q. Qo'ylarga 2 oy bo'lmadi. Talay, obunachilar Eng qarang. nimasi 70 kilo trigvis. Trigvis 70 kilo. Kattasi 95 kilogacha bo'ldi buning ichida. Mana hozirgi kunga masalan narx-navolar oshib ketdi. Hozirgi kunga necha pullik sovliq, yo necha pullik qo'chqor baqish tavsiya qilgan bo'lardi? Hozirgi kunga
sovuqni kelsak 3 million 700, 3 million 800 olib boqishadi. 3,5 million depasdan. Ha. 2 oy boqishadi, 5 million, 5 million 200 ming. Tayyor oladi. Ha, tayyor oladi. Qo'chqorga Qo'chqorni 4,5 dan 5 million orasida. 4 million 700, 4 million 800 lik. o'zi tishga chiqarishga yaqin. Tishga kelgan qo'chqorni olib boqsa 11 oylik ham bo'lmaydi. Ha. 13 oy, 14 oylik qo'zi olib tashlasa, pribilga kiraveradi. Ha, foydasi yaxshi bo'laveradi. Yaxshi bo'ladi. Demakki, o'sha boquvda rejim bo'yicha вообще konkret. O'zingiz necha yildan beri boqasiz mana shu? Biz men o'zim 2009-yil savdoga kirganman. 2017-yil mustaqil savdo qilishni boshlaganman. 2017-yil ikkita qo'y bilan boshlaganman. Mana hozirga kelib 100 ta, 150 ta qo'y olib kelib sotamiz. Misol o'zimiz boqishimiz, mana qo'ralarda qo'chqorlar bor edi. Bo'shabdi, o'zi foydasi sotildi. Bo'shadi. Beyda sog'liqlarimiz bor, sotildi. Ularni ham ko'rsatib o'tay. Mana bu ham sog'liqlar bor, ular sotiladi. Ular ham sotiladi. Ha, bular ham sotiladi. Ular necha puldan sotildi? 4 ta sotilibdi. Ha, 3 million 600 ming so'm. 3 million 600 ming so'm. Qayerga ketdi ular? Bular o'zimiz Namangan rayoni 3 tumaniga. Namangan rayoniga. Bular ham sotiladi. Bular ham sotiladi. Endi bu yerda qo'chqor, aralash, inabola. Shunaqa ekan-a? Yo'q, inabola yo'q. Buni inasini buga ertalab sotib berdik. Qo'chqor Ko'p turmaydi qo'y. Yo'q, ko'p qo'y to'laydi qo'y. Bag'da sotiladiganlari. Ha, bular sotuvdagilar. Sotuvda. Bular ham singan. Bular tog'dagi o'zimiz nimaniki, baxmal. Nechta beyda? Beyda hozir bitta 4 ta sotilgan bo'lsa. Pastdan o'rnimizni qoldirib qo'yamiz. Buni ham ma'lumotini to'liq qilib beraverasiz, sotib. Necha puldan bular? 3 million 600 ming so'mdan sotilyapti. 3 million. Xuddi aytganingizdek, mana bunday tashashsa, ikkita olsa ham, krupniy olsa ham 3 million 600 ming so'm. pastdan o'rnimizni qoldiramiz. Pastdan o'rnini qoldiraveramiz, xotirjam. Endi mono qo'ylarimizda bugundan xudo sotuvga chiqadi inshaalloh. Sotaverasiz ham. Sotilaveradi ham. Nima deydi? Ishonchli, haqiqiy nima deydi? Bozordagi kelganda ichida bo'g'az shimay qolgani bo'lishi mumkin. Buni 2 oy, 3 oydan beri yurganda ishonchli. Biz ham qo'chqor qo'shganmiz. Ha. Naki qo'chqorda ham sotildi qo'chqorimiz. Sog'liq 2 oyda qancha foyda qiladi o'ylaysiz? Qo'chqor 4 oyda qancha foyda qiladi? Sog'lig'imizga kelsak, sog'liq 2 oyda 1 million xotirjam foyda qiladi. 1 million. Ega yemidan tashqari. Yaxlat 1 million. Yaxlit 1 million foyda. Qo'chqorchi? Qo'chqorimizga kelsak, qo'chqorimizni boqdik, 3,5 oy boqdik. Qilgan rasxotimizdan tashqari 1 million 700 mingdan foyda. 1 million 700 ming. Yine biz 2 tish qo'chqor tashuvdik. 2 tish qo'chqor, ha. 2 tish qo'chqor tashuvdik. Shu 14-15 oylik 2 tish qo'chqorlar o'zi 14 oyda tish almashtiradi. Ha. Yine ikkinchi tishiga tushirib 4-tishini chiqaradiganda har 6 oyda tish almashtiradi. Tish almashtiradi, qo'chqor ham sog'liq ham yaxshi foyda qiladi. Baqsa bo'laveradi. Baqsa bo'ladi. Arzaveradi. Boqishga bog'liq-da. Misol aytyapman-ku, yaxshilab mehr bersangiz, qo'y sizga foydasini beradi-da. Bunga astoydil rejimda qaraysizmi yo sohatiga qiziqyapmi? Yo'q, biz rejim bilan qaraymiz. Endi soatini nima qilmaymiz. Ertalab olib soat 7 da bir qaraladi. Shundan asrdan keyin Bitta. bir marta qaraladi. Namoz paytga. Ha, asrdan keyin shu shomni o'rtasida bitta qaraladi. Endi suv masalasiga kelsak, Suv turadimi oldi yo sizda 2 mahal qo'yasizmi? o'sha yerda tog'oramiz bor. Bir mahal suv quyamiz. Bir mahal suv qo'yasiz. Ha, bir mahal suv quyamiz. Bir mahal. Deydi, tagi ham o'zi mana quruq. Haligisiga ham chuqur ekan. Mana mashhurlarimiz ham tagi quruq yotadi. Qishda ham yozda ham. Nima sabab? Quruq beramiz-da endi. Quruq yeydi akalar. Quruq bersa ham bo'laveradi. Qo'ri ham unchalik katta emas. Yo'q, beyla qo'chqorga moslagan 2 ga 2. Unaqa oshchara. O'sha yerda 18 metr. Endi hovuz kichkina odamlarga tavsiya qilsangiz bo'ladimi? Mana endi ikkita qo'raja qilib qo'ysa bo'laveradi. Nechta qo'y sig'adi mana yerga? Ikki joyda 7 ta 8 ta qo'chqor bo'lsa bo'laveradi. 7 ta 8 ta. Bag'da 4 ta, bag'da 4 ta bo'ladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Bittasini o'zidan. Ha, bitta. 15 ta, 20 ta necha bor qoladi. Mana shu ikkita qo'rada 15 ta zakonni semiradi. 15 ta zakon semiradi. 15 ta zakonni semiradi. Ha. Yine biz sog'liqqa sal krupnoy bo'lish kerak. Sog'liq suzishmaydi-da. Yo'q, suv qo'chqor ham asli suzishmaydi. Sog'liq Endi qo'chqor baribir qo'chqorlarga boradi. Misol sog'liqda ham shu yerda tor qo'rada bo'lsa bo'ladi. Просто buni sog'liq qo'y keng joyda aqa-baqa yurib turish kerak. Uni bolalar yaxshi rivojlanadi. Rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Mana qo'chqor dalaniki bo'lsa haqiqatan suzishmaydi. Qo'chqorni ham
yaxshi Ha. zot tuzugini olish kerak. Zot tuzugini. Endi qo'chqor ekan, bozordan olarkanman deb 10 kun so'm. kelganini sudrab kelib tashlanamaydi. Mana biz misol mashinani terib Tojikistonnikini olamiz. Bir kishiga aytganmiz, o'zi 25 ta yig'ib bergan. O'zi 25 taga bergan. Chiroyli alaga bahs arziydigani, qo'ydaqsa ham. Qo'yamiz, bir oyga bormay tug'adi mana shu. Mana. Mana shu qo'ylar bir oyga bormay Ko'p tug'adi. bilan bo'pti. Bular ko'p hammasi naq bo'g'osda. Hammasi naq bo'g'o. Bu sotilaver ekan akalar sizga Sotuvga chiqaveradi. tavsiyam nima deydi? Ko'chada masalan, nari qo'ylarda chiqmay qolishi mumkin. Ahta qo'ylarda bitta ikkita bo'lib. Bular lekin 100% bo'g'osda. 100% garantiyasi bor. O naqda ko'pi mana. Mana qo'ylarni qarang, rangi ham toza kashda, mana shu qo'ylar. Eydi-beydi qo'ygan emas, Tojikistonda qo'ygan mana. Kattasi o'sha 6 tish xolos, 8 tishi yo'q lekin qo'ylar. Ko'zi ko'pi naq bilinib qolgan ekanda. Tug'aman deganlarga, hali tug'dirib bolasini olib bo'laveradi. Uni bittasi egizchi ham. Men ham aytib ketaylik, mana bu mana qoramiz turibdi-yu. O nariga, sekin. 100% egizchi qo'yib. U bir oyga borib bo'lmay tug'adi. U ham tug'adi. Ustiga bonus olib qoladi ekan. Va hammani u ichidan chiqaveradi egizchilar. Tojikistonda ko'p egizchi qo'y. Mana shu qo'yning egasi egizchiligi, endi biz bunga 100% garantiya bermaymiz. Qorin o'zi tashab oldi bu ham. Ba'zi bir odam buni silosda aytadiki, gazlanib qoladi deydi silosga. Yo'q, u sapsata gap. Sapsata gap-a? Silos o'zi asli arzon. Nariga nariga naqa hashalardan arzon, to'g'rimi? Yerenga moshdan arzon. Kapayka pul qo'shgan. Arzon. Silos bilan boqsa, Qarang bormi? men orzon variantida tushuntirdik-da biz endi. Qo'y so'rab qoldilar-da, tog'amiz shanga bir marta to'xtatib turdi. Bizga odam uzilmaydi. Uzilmaydi, bega kelishsa inshaalloh nima deydi haligi insofli odamlardan qo'y oldim deyishadi-da doim. Misol 100 ta ko'pirdi-da, sotuvga chiqdi. Hozir 14 ta qoldi xolos. O'zi har tar kelib turgan ekan men kelganimda ham o'zi. Ashida barakalashib. 4 ta shu odam oldilar. Endi u odam hozir yana qo'chqor so'rayaptilar. Qo'chqor sovliq, обязательно qo'y tov beramiz. Tov berasiz inshaalloh. Ba'da mollar ham boqilagan. Ha, mol, hamma narsa bor. Har narsa chorvani aka biznesi boshlardi deganda. Ba'da mollar sigirmi deyman. Ha, ular jim bor. O'zimizni mashqora oldi, bolalar ekaladi. Oddiy sutiga olganda bu, ha? Bizga foydasi shartmas unda. Yo'q, buni foydasi. Bundan chiqib yetadi. Ha, bizga mashinasi o'zi kifoya. Men nechta qo'y baqishsa, endi sharoitdan kelib chiqib, ba'zi bir odamlar biznesga puli bor, mononarsani bilmaydi. Ba'zi bir odamlar sharoitdan kelib chiqishga qancha baqqan yaxshi deysiz. Ikkitamidan boshlasa ham yaxshi. Puli ko'p, normalniy odam. Pul bo'lsa 100 ta olgan yaxshi. 100 tada ham shu o'zi bir pachka foyda qilaveradi agar. 100 tada ham jay bo'lsa 2-3 oyda bitta jentira endi hozir biz o'zimiz jayimiz azini uchastkamizda hozir ustalarimiz ishlayapti. Hali jayimiz bitib bergan. 200 ta qo'y boqishga rejim bilan xudo xolasa jayda qilyapmiz hozir. Bitib qolsa bir kun aydaymiz, bir syomkasini o'tkazib beraman. Valda gap sizga inshaalloh. Qo'ralar to'lgandan keyin. Endi bu safar yirikroq sog'liq boqdik. O'tkazarsan maydaroq boquvdik. U ham yaxshi foyda qilaveradi. Foydasi bir xil ekan. Menki biz men puliga qarabdi, ha. Yirikroq endi qimmat pulni oldik-ku, просто qimmat foyda qilsa kerak deydi-ku. Yo'q, unaqa emas ekan. Bir xil. Ha, shunday egalar. Endi misol men kattasini olsam, misol buni to'g'dirib yuraman degan odamga yildan yilga foyda qilaveradi. Yildan yilga bitta o'zidan tushaveradi. Misol 25 ta berdi. 25 tadan 1 yilda 50 ta. 2 yilda 150 ta. Endi buni musofirda yurgan akalarimiz bor. Ular masalan oila jo'natadi, masalan ikkita tashab ham, ikkita tashasa ham, buni shu musofirdagilarga 2 yil, 3 yilda o'zi normal olib ketsa kerak. Musofirda yurib ko'pchilik pulim qayerga kirib ketganini bilmay qoldim deyshadi-da. Shu yaxshi maslahat ikkita. 2 dona jo'natganda misol $500 jo'natsa, ikkita qo'y keladi. $500 ikkita qo'y keladi. Ikkitani shunda qo'rg'a qamab qo'yishaveradi har oy. Har oy. Bu har oy degan sabab pul o'zi ushab ko'payadi yani. Ha, misol 3 oyda 6 tami? 3 oyda 6 ta. 3 oyda 6 ta bo'lganiga 3-oyga o'tib
Buni birinchi tashlagan 2 tane olib chiqib sotadi. Sotadi-da o'rniga 4 ta tikadi. Ko'payaveradi. 8 ta bo'ladi. Keyingi oyga yana 2 taga pul jo'natsa misol, unga yana 2 ta tashlaydi, mana bu 2 ta tayyor bo'lganini olib chiqib sotadi. Bu yoqda yana 4 ta qo'yaveradi. Bu yildan yilga agar akalarimiz 2 ta qo'y bilan boshlasa ham misol, chetda musofirda yurganlar 1 yilda ichida hech bo'lmaganda 20 ta 25 ta qo'y qilib oladi. 20 ta 25 ta qo'y Xotirjam. 2 martalab bo'ladi. Maza qilib, ala qilib, nima deydi, qiynalib musofirchilikda yurishmaydi. O'zingiz ham bilasiz, yurib kelgansiz. Bu sohaga kirgan odam ko'chaga 1000 so'm pul qidirib chiqmaydi. Shunaqa. Bu o'zidan o'zi chiqaveradi buni. Yemi misol mana 25 ta. 25 tadan misol yemga puli tugab qoldi deylik. Bitta sotib berdi nima? Bitta ichidan sotib berdi. Misol 6 millionga bitta sotdi deylik. 6 million sotdi. 6 milliondan 3 millioniga yem olsin. 3 millionga yana bitta kichikroq qo'y olib kelib qo'ysin. Manaqida o'zi aborotini qilib qo'y o'zi ko'payaveradi. Boshdacha mehnat kerak. Boshida ham qiynaladi. Boshdacha qiynalib oladi. Demakki, Har bir ishning mashaqqati bor o'zi. Oson ish hech qayda yo'q. Shunaqa. Buni qo'shnilikka chiqsangiz bir kishidan pul berib tur desa, qarzga beradi. Hech kim mana bu yeb ketarga deb 100 ming bermaydi hech kim. Shunaqa. Hamma ham qarzga beradi. Lekin sabr kerak. Sabr qilishadi orqasidan. Qiynaladi. Обязательно 1000 o'sha chetda yurib pulni zo'r topgan odam ham bu sohani yangi boshlagan bo'lsa 1 yil qiynaladi обязательно dolyaga kirguncha. Ammo 1 yil pribilga kirgandan keyin bu sohadan chiqmaydi, uyga mol ham kirgizmaydi. Faqat qo'y bilan shug'ullanadi. Faqat qo'y bilan. Qo'y ko'paygan sari bunday qaraydi, to'xta mana yoqda zo'r pul kelyapti. Mana yoqda qo'ylar deydi, zo'r qo'yda qilyapti. Mana yoqda qo'y qo'shilyapti deydi, yana joyda suraveradi. Mana shu yerda quramiz. Mana shu yerda Mash qo'raydi, men boshlagan nima shay deydi. Qo'rab ikkita qo'y bilan tashagan, lekin qo'yayotgancha. Mana to'lash devorgacha qo'rab. Mana yoqqa buyuk tushdi. Hozir uchastkaga yana 200 ta qo'yga joy o'lyapti. Sekin o'zi kuchayyapti. O'zi kuchayaveradi. Shuni orqasidan endi mashina, uy joyida shuni orqasidan qilinadi-da. Sekin o'zi musofirda qiynalib yurishmaydi. Ha, shu. Musofirda akalarimizga ham bayda ancha odam masalan chetga borib pul ishlab keladi, hali qilib keladi. Puli bor, nima biznes qilishni bilmaydi. Mana tayyor biznes. Mana aka o'zidan o'zi ko'payib puli prosta misol buni sotib nima qilgandan keyin pulim ko'payib ketdi deb yana boshqa biznesga ekanlarni qiziqmaslik kerak-da. Bu sohadan bir marta adashib chiqdimi, bu sohaga qaytib kira olmaydi. Ammo shunaqa. Nechtasi bu sohadan chiqqanlar bor-da. Bu sohadan chiqdimi, tamom, qaytib bu sohaga o'rgana olmaydi. Moslashish bu 100% qiyin. Qiynaydi baribir. Biz mana tishimiz chiqqandan beri shuni ichidamiz, dadamizdan qadi yerga tushib ketganmiz. 2009-yil misol 1-sinf, 2-sinfga borgan paytim, 2-sinfga borgan paytim o'zim hozir 26 ga kirdim. O'sha 2-sinfdan biri mana xudoga bozorda yurasiz. Ha, bozorda yuramiz. O'zi bilasiz-da, baribir bozorda yurgan odam o'zgaradigan qo'yda hammani biladi. Ko'rib bilinadi. O'zi shunday. Mana o'zimiz 3.600 deyapmiz. Ha. Mana shu qo'yda ham 300 ta qo'ydi ichidan terib olingan 100 tagina. O'zi quvib kelib o'sha ertaga olgan odam ham baraka topsin deb kelib sotasiz-da. Etvashi yaxshi. O'zgarmasa aytadi-da, ichida baribir ichida bir qanday so'kin boradi. Qo'yni qanaqasini olish kerak? Uni ham aytib o'tibdi. Qo'yni ushladi, beldi mana. Ha. Bel bilan yelkani kengligi bir xil bo'lish kerak. Ha, mana. Yelka bilan bel bir xil, hammaniki bir xil. Birontani yelkasi ingichka qo'yim yo'q ichida. Buni beli ham yo'g'on, yelkasi ham yo'g'on qo'y bo'lsa, yaxshi o'zgaradi. Yaxshi o'zgarib, yana ertadan keyin foydasi ham ham tevadan 4 ta qo'ssab ketmay turaveradi-da. Har doim o'zi aylanib turaveradi tepasida. Molda ham xuddi shunday. Mol ekan deb yetalab kela olmaydi. Qo'chqardi ham shu. Qo'chqar oldim, endi menga juda arzon berdi deb kela olmaydi. Bozordan misol zo'rini ol, 500 ming qimmat ol, zo'rini ol. Sotadiganda 1 million qimmat sotasan. Xotirjam. Mana biz o'zimiz ham Tojikistondan yo'q arzon pul o'tmagan. Qimmat pul olganmiz deb sotishda ham shu. Bozordan 5-600 ming, 1 million. Chiroyli prosta bo'ladi-da baribir. Qo'ydi yurish turishi, bunday oyoq qo'lini ham kuzatish kerak-da. Qo'ydi oyoq qo'li yo'g'on, toza vajosa sotishda ham hech qachon qiynalmaydi. Ha. Endi siz maslahatingiz hozir nima deydi? Ikkitadan boshlasa ham yaxshi foyda chiqib kelaveradi, deysiz-da. Xotirjam foyda qiladi. 2 martalab foyda qiladi.
Prosta sal kallani ishlatish kerak xolos. Oxurga ham masalan mana yog'ochdan qilgan ekansiz. Yog'och, Taraf bu lato. tomoni beton. Bu hammaning sharoitidan kelib chiqdi mana shu latolar necha puldan olgansiz deydi. Mana shular 110 ming so'mdan olingan. 110 mingdan. Lekin bu yog'ochdan arzon tushadi. Yog'ochda arzon tushadi. Bu yog'ochimiz 682 mingga bitta mana shu o'g'il. 600 agar 600 ming olsangiz bayda o'y yetadi. 6 tasi. 15 metr. 682 ming so'mga bitta bu. Mana shu bitta xolosda mana shu. 15 metr. Mana bu endi. Vaqtinchalik bo'lib qoladi-da, mono. Bu umrbodlar. Umrbodlar. Agar munosabatdan ham qilib 330. Baş qo'rangizni eni necha metr, uzunligi necha metr? 2 ga 2. 2 ga 2. Har bitta. 2 metr. Har bittasi. O'zi bayda 7 tadan qo'y tushsa ham 14 ta qo'y tushaverganda 2 ga 2 bo'lsa ham. Hammada kirish bo'lib bitta eshikdan kiradi, bitta eshikdan chiqadi. Mana shu o'zi 6 metr yer bo'lsa kerak-da. 2 metrdan bo'lsa 6 metr yerga 6 metr. Mana ag'a 20 tosh qo'y. 6 metr. 20 tosh qo'y tashlash vaqtida ham o'zi bitta mashina beraveradi. Xotirjam beraveradi. Prosta aytdim-ku, kallani ishlatish kerak xolos. 2-3 oyda yaxshig'ini ishlatsa, Gentra ham beradi yangi. Xotirjam. Akalar, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, otangga rahmat deb kommentariyaga chiroyli iliq fikrlarni qoldirib, iqboslar pastda nomeringizni qoldiramiz, xudo xolasa. Telefon bilan aloqa chiqishaveradi. Har qanaqa qo'ydan topib beraverasiz. Qo'chqor deydimi, sovuq deydimi, qisir deydimi, bo'g'oz deydimi, turidan topib beradi. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Bemalol aloqa. Kommentariyaga iliq fikrlardan qoldirsalar, doim shu akamizdan ham ko'proq chiqarib turamiz, xudo xolasa. Bo'lmasam bugunga shular akalar. Hatto nuqson kamchilik bo'lsa kommentariyada yozib qolsa, biz boricha tuzatishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.